Sharq Turkistonda tutib turilayotgan Turkiya fuqarolarining Turkiyadagi tuqqanlari Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Kishilik huquq kengashi xohlagancha tutib turish xizmat gruppasiga sungan iltimos haqida yana bir qatim axborot e'lon qilish yig'ini o'tkazdi. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti organi ularning bir qism iltimoslariga qarab chiqqandan keyin Xitoyning xohlagancha tutilgan Uyg'urlarni qo'yib berish kerakligini aytgan edi. Ma'lum bo'lishicha, Xitoy lagerlarida tutib turilayotgan bir qism Uyg'urlarning Istanbulda yashaydigan tuqqanlari va advokatlari tunugun Zaytunburnu Kazilchakmi madaniyat markazi o'tiri dengiz zalida axborot e'lon qilish yig'ini o'tkazgan. Muxbirlarni kutilish yig'inda Xitoyning yig'ib olish lagerlari va turmalarida naq tutib turilayotganlarning qo'yib berilish kerakligi o'tirg'i qo'yildi. 2024 yil 11 mart kuni Amerika Uyg'ur birlashmasi Reviziya shtatining Fairfax shahridagi Uyg'ur markazida Ramzonning boshlanganligini tabriklash uchun tunji iftor faoliyati o'tkazdi. Bu faoliyatga Reviziya va Washington alayda rayoni atrofida joylardan kelgan 100 dan ortiq Uyg'ur qatnashdi. İftarlıq faoliyatga bir qism chet ellik musulmonlar qatnashdi. Bu qitimliq iftar faoliyatining ahamiyati yolg'iz Ramzonning kirganligini qutlashla emas, balki Uyg'ur diyorida zulm chekayotgan, diniy e'tiqodidan mahrum qilingan qarindoshlarni aslash va ular uchun duo qilish, o'zaro ittifoqlik rishtasini o'rnatish, shundaqla duch kelayotgan masalalar haqida o'rtoqlashish ko'rildi. Amerika hukumat qatlamida TikTokni ayıplash va cheklash qizg'inligi Trump davriga so'zildi. Ammo texnik cheklab bo'laligini yo'q. TikTokning fuqarolar orasidagi ishlatishchanligi yuqori, Xitoy bo'lsa bundan foydalanib, Amerikaga ziyonli propagandalarni ko'plab bozorga solmoqda. 11 mart e'lon qilingan davlat tahdidi dokladida Amerikadagi 18 istixborot tashkilotining bosh idorasi bo'lgan Amerika davlat istixborot direktori ishxonasi mundaq dedi. Xitoy shirkati ByteDance kontrolligidagi TikTok shirkati Amerika saylamiga ta'sir ko'rsatish uchun algoritmdan foydalanib tashviqot elib berayotganligini bağlab chiqqan. Amerika bilan Xitoy o'rtasidagi jiddiylikdan keyin Xitoyda tijorat qilayotgan nurg'un davlatlar Sharqi Janubiy Osiyo davlatlarida aslaha yetishga boshlagan bo'lib, Malayziya bu davlatlarning biri. Egilinishcha, chet el mablag' sog'uvchilarning dunyodagi 6-cho'ng yerim o'tkazgich eksport qiluvchi davlat Malayziyaga bo'lgan qiziqishi yaqinqi 3 yilda ko'rinarli oshgan. Amerika bilan Xitoy orasidagi jiddiylikdan keyin bu davlat Xitoydagi yerim o'tkazgich sohasidagi shirkatlar ishlab chiqarishidagi tanlashi bo'lib qolgan. Azerbayjon prezidenti İlham Aliyev va Qozog'iston prezidenti Qosim To'qayev Armeniya ishg'oliyatidan ozod qilingan Shoshi shahrini ziyorat qildi. Davlat boshliqlari ishg'oliyat jarayonida Armeniyalar tarafidan Shoshada etib etilgan Natan, Bulbul va O'zayir Hojibayli qatorliq mashhur shaxslarning haykallarini ziyorat qilgan. Xitoy davlat taratqullaridagi xabarlarga qaraganda, Xitoyning Xibey o'lkasidagi bir oshxonada yuz bergan portlashda 2 odam qazo qilgan, 26 odam yaralangan. Portlash mashinalarga og'ir buzg'unchilik qilib, atrofdagi ko'chalar axlatlar bilan liq to'lgan.